Xo'p, qadrli do'stlar, eslaringda bo'lsa, o'tgan safar biza eng oxirida proyektni ochib, aknalar bilan ishlashni o'rgangandik. Endi qanday qilib bu yerga isbotli faylni tashlash, ya'ni telefonda yoki kamerada olingan fayllarni Premiere Pro'ga tashlash haqida tushuntirib o'tdim. Xo'p, bitta savol sizlarda kelishlari mumkin. Nimaga har bitta narsani adini qilib videoga qolsiz, podrobniy ko'proq narsa qilsangiz bo'lmaydimi degan savol sizlarga kelishi mumkin. Nimaga men bu narsani alohida qilmoqchiman? Sizlarda shunaqa narsa bo'ladi. Aytaylik, o'rtadagi kichkina narsa eslangdan chiqib qolganda, misol uchun meni o'zimda ham Premiere'da ichidagi ayrim funksiyalar esimdan chiqib qoladi. Chunki siz bitta odamga har kuni telefon qilsangiz, uni nomeri esingizda qoladi. Bitta odamga lekin bir oyda bir marta telefon qilsangiz, nomeri esingizdan chiqib qoladi. Bu programmada ham funksiyalar to'lib yotibdi. Bular ichidagi ayrim narsalar meni ham esimdan chiqib qoladi. Shu yodingizdan chiqib qolgan vaqtda topish oson bo'lsin. Ya'ni darsda shuni ko'ryapsizda, har bitta mavzuda yozilgan aknalar bilan ishlash, isbotlikni solish, montaj qilish, qo'llarga qanot berish, timeline bilan ishlash, bunaqa. Polniy hammasi adini beryapti. Sizda qaysi joyda, qayerda muammo bo'layotgan bo'lsa, o'sha joyga kirib turib, o'sha joyda o'zini ko'rasiz. Esingizdan chiqib qolgan joyda o'zini shuni takrorlayverasiz, darsda ishingizni davom ettirib ketaverasiz. Shunaqa. Xo'p, demak, bizada proyekt 2 hozir buni yopaylik. Premiere'dan chiqib ketaylik. Mana Premiere Pro 2023 ichiga kirdik. Yapon qizi basharasi bor. Ertalabda prям kirsiz, o'sha akna chiqadi. Sizda mana bu eng oxirgi kirgan proyektingizni, o'sha sahnaydagi proyektlaringiz mana Navruzga, YouTube, TikTok, Team etaglar. Plus bu meni o'zim oldin ishlagan proyektlarim. Tepada sizlar bilan birga ochgan proyektimiz. Shu turibdi. Proyektga shuna kiryapmiz. Kirsak, eng oxirida qanday chiqib ketgan bo'lsa, xuddi shunday qoladi. Endi bunga qanaqa qilib biz isbotlik fayl tashlaymiz? O'tgan safar просто tak men narigi monitordan olib, bu monitorga tashlab qo'ydim. Ikkita variant bor. Siz mana bu joyi ustiga 2 marta shuni essiz, mishkani chap tarafi bilan 2 marta essiz, mana bu narsa chiqarib beradi. Bu yerdan prям kompyuteringiz ichidagi sal kattalashtirasiz, udobniyroq bo'ladi. Kompyuterda diskda deyapsiz, mana bu yerda deyapsiz, mana bu joyda deyapsiz, prям mana bunaqa videolar bor deyapsiz. Aytaylik, mana bu video bor deyapsiz. Shu videoni olib tashlayman deyapsiz. Biz buni qilmaylikda, mana bu yerda kursni o'zini videosini olaylik. Bundan oldingi zapislardan mana prям aytyapsiz, mana bu video bor deyapsiz, buni tashlaymiz deyapsiz. Ekranni zapis, telefonda olingan kadr. Olasiz, prям открыть bossiz, ichiga tashlaydi. Premiere Pro MKV faylda deyapti, bu ochmayman deyapti. Boshqa. Bunaqa vaziyat bo'ladigan bo'lsa, buni yo'li bor. Kirasiz. Moavi Video Editor Plus degan programma bor. Shuni ichiga shuna kirasiz. Bu o'zi shu Premiere'ga o'xshagan video montajyor programma. Videoni reaktiv qilsangiz bo'ladigan video montaj programma. Mana bu ko'rinishi ham Premiere'ga o'xshab ketadi. Qisman o'xshab ketadi. To'liq Premiere одного kopiya emas. Premiere bajargan ishi aytaylik, qisman bir funksiyasini bajara oladi. Bu xuddi shu telefonda InShot, VN shu programmalar bor-ku, o'shunga o'xshagan programma. Prям o'sha VN ni aytaylik, prям kompyuterning versiyasi. Yoki shu CapCut'da kompyuterning versiyasi desangiz bo'ladi. Prям ulardaqa ham emas, Premiere'daqa ham emas, ikkalasini o'rtasi. Men bu programmadan nimadan foydalanaman? Bu programmada o'sha kompyuter ochmagan fayllarda, ya'ni Premiere ayrim bir videolarni o'qimaydi, formati to'g'ri kelmaydi. Bunga bez razница, bu hamma formatda o'qiydi. Premiere o'qimaydi. Shuna vaziyatda men давайте shuna bosib turib, uchalasini ushlab, mana shu video turibdi, aytaylik, mana bu yerda biz diskga kiramiz. Mana Premiere Pro kurs isbotlikka kirdik.
mana bu uchalasini o'qimayapti. Открытni bitta bossak, mana bu yerga tashlab beradi. Bu o'qaveradi. Bunga shuni tashlab turib, mana pastdagini tortsalaring полный video chiqadi. Buni ham qanaqa qilib o'rnatishni hozir o'rgatib ketaman. Buni ham o'rnatish o'sha Premiere Pro bilan bir xil antivirus o'chilasizlar, internet o'chilasizlar, красиво установить dali yetaklar. Bo'ldi. Shunaqa vaziyat bo'lib qoladigan bo'lsa, mana videoni tashladi, ovozi hamma narsasi bor. Mana optimizatsiya HD kanal degan joy turibdi. Mana shuni полный o'qib bo'lishini kutasizlar. Ozgina. Chunki men e'tibor bergan bo'lsam, mana bu joyda ovozi bor, mana bu joyda ovoz yo'q qo'shib qo'ydim. Mana endi unga ovoz qo'shdim. Endi 3-sinfda. 3-sinfda ham endi mana ovoz paydo bo'ldi. O'sha ovoz полный hammasida chiqib bo'lib, mana optimizatsiya HD kanal degan narsasi tugaydi. Tugagandan keyin sizlar сохранениeni bosasizlar. Bosib, mana bu yerda format MP4 лучший, eng maksimalniy kачествоda bo'lsin formati. Obzor qayerga saqlanib qilish kerak? Mana prям рабочий stolga saqlanasiz. Shu yerda aytyapti 3 GB dan 11 GB gacha bo'ladi, примерно razmeri bo'ladi. Siz shu yerda shuni startni bosib, dashi davom ettirsangiz bo'ladi. Bu narsa haqida, bu programma haqida и так далее keyin полный подробный bitta video qilaman. Hozir bu shart emas. Mana shu programmani o'zi haqida bitta podrobniy video qilaman. Mana bu proyektga kiryapsiz. Biza shu 2 marta bossak, mana bu fayl chiqadi, ya'ni mo kompyuterda bir oknasi chiqadi, shu yerdan tashlasak bo'ladi yoki bo'lmasa Windows E ni knopkani bossangiz, o'sha Windows E knopkada bemalol mana bunaqa mo kompyuterda oknasi chiqadi. Chiqqandan keyin shu yerdan siz misol uchun aytaylik diskga kirdingiz, kurs topdingiz, shu yerdan mana bu fayllarni udayt qilishaylik. Bularni udayt qilishdik. Udayt qilganimizdan keyin agar udayt qilish bo'yicha problem bo'lsa, shuni ostiga mana assistent bitta bosmay ko'chib ketadi. Klaviaturada ham udayt qilsalar ham bo'ladi. Buni klaviaturani kombinatsiyasini dening o'rgataman hozir. Xo'p, 2 marta bossalang bu chiqyapti, batdan ko'chirib olsalar ham bo'ladi. Mana bunda bossalar, importni bossalar ham xuddi shu narsa chiqadi. Undan tashqari yana nima? Undan tashqari mo kompyuter ochyapsizlar. Mo kompyuter o'zidan shuni olib turib, mashina o'zi kerakmi? Shuni qilib bunday surib qo'ysalar ham bo'ladi. Yana bitta narsa hozir qarang. Mana bu yerda bitta muammoli narsasi bor. Aytaylik, xo'p. Mana shu video. Bunga sizlar shuni tashlasalar, mana o'ng tomonda bir narsa to'ldi. Ko'rgan bo'lsanglar. Hozir bu razmeri kichkina bo'lganligi uchun unaqa sezilmadi. Razmeri kattaroq. Mana e'tibor bergan bo'lsalaring, buni timeline'ga tashlaganlaringdan keyin ham bunda ham shunaqa ovozi chiqmaydi mana. Ovozi aynaqalari past-balandda ko'rinmaydi sizlarga. Bu qachon ko'rinadi? Mana bu narsa to'liq to'lgandan keyin. Shu oxiridagi, mana mishkada ko'rsatyapman, shu oxiridagi mana shu joyi proyektni tashlaganlaringdan keyin absolyutni oxirigacha to'lib, shu narsa, misol uchun 10 ta video tashlasangiz, isbotlik qilib 10 ta videonikiga 10 marta boshqatdan to'ladi shu narsasi. Ya'ni 100% ko'chirib oladi ovoz o'zini. O'shuni ko'chirib olmagunga qadar iloji boricha tegmanglar programmaga, prosta kutinglar. Qachon полностью ko'chirib bo'ladi, mana shu narsa bunday chiqishi yo'qoladi. Mana shu narsani o'zi yo'qolib qoladi. Ko'rinmaydi. O'sha yo'qolib qolgandan keyin daraja ishlashni boshlaydi. Bo'lmasa kompyuterlar ham osilib qoladi. Bilan qotib qoladi, o'rtada qotib qoladi. Proyektni o'rtasida qotib qoladi, Premiere'dan chiqib ketadi, tashlab oladi. Crack versiya bu. Прям официальный pulga sotib olsalaring, через internet сохранение qilib boradi. Agar официальный pulga sotib olsalaring, через internet сохранение qilmaydi. Bu degani sizlar 1 soat, 2 soat mehnat qilib qilgan ishlaring просто так musur bo'ladi. Shu uchun aytdim mana
ko'chirib bo'ldi va qaranglaring, ko'p narsa yo'q, уже ko'chirilmayapti. Prям qarasalaring, mana bu ovozi chastotalarini mana bunaqa qilib baland past qilib chiqaradi. Она была похожа на 3D Ray, да? Gapirmay qo'ygan joyda mana bunaqa past, И чтобы она была похожа на супер. Prям shunaqa. Ovozi chastotalarini sizlarga shunaqa qilib chiqarib beradi. Adeniy qilib. Shu chiqarib bermagunga qadar bu narsani ishlatmaslikni maslahat beraman. Shunaqa, xo'p. Demak, isbotnikni olish bo'yicha hamma narsa tushunarli bo'lgan bo'lsa, men bu oknada, proyekt oknada yana bir narsa. Qarang. Men bu imya degan joyini ustiga shuni bosalang, operatsion metaditator degan joy bor, xullas. Mana shuni bossalaring, mana bunaqa narsalar chiqadi. Men prinsipini shuni bossalang, mana bir dunyo narsani belgilab tashlagan. Bu avtomatik belgilangan narsa. Shuni bitta общий minus bosasizlar, xohlasangiz общий bosinglar, xohlasangiz mana bittalar belgilab chiqadi. O'zlaringiz xohlang. Men общий bitta minus bosgandan keyin bu yerda mana birinchi boshlayotgan odam uchun chastota kadr kerak. Xo'p, данных video, данных звук. Xo'p, основной kerak bo'lgan narsalar. Kerak emas, imga kerak emas. Sizlar uchun analiz kerak bo'lib qolishi mumkin. Tip media file. Okey. Qarayapsizlar mana. Film, epizod bu anaqa media file otini aytibdi. Prям mana bu yerda o'zlaringga mos qilib uni to'g'rilab olsalaring bo'ladi. Noqul. Xo'p, bu yerda nima? Chastota kadr videoni FPS, ya'ni o'yin o'ynaydigan odamlar ko'proq tushunsa kerak, FPS balandmanda, FPS past deydi. Chastota kadr 25 FPS kadr sekund degani bu 1 sekundda 25 ta kadr degani. Videoning ichida 25 ta rasmdan iborat bo'lgan video deb tushuntirsam bo'ladi. Aytaylik, shu videoning ichida har sekundida kamera 25 martadan rasmga olgan va o'sha 25 ta rasmni 1 sekundga jamlab sizga video qilib chiqarib beryapti. Shuni tushunsangiz bo'ladi. Chastota kadr shu FPS, ya'ni 1 sekundda nechta kadrdan iborat. Har bitta kadr bu har bitta rasm. Har bitta rasmni sizga video qilib chiqarib beryapti. Данных video turibdi 1920 ga 1080. Bu videoni razmeri. Mana shu olinayotgan video ham 1920 ga 1080 razmerda. Bunaqasi 1080, bunaqasi 1920. Instagram uchun qo'yiladigan video xuddi shuni bunaqasi bo'ladi. 1920 ga 1080 razmerda bo'ladi. Instagram videosi shunaqa, YouTube va boshqa narsalar gorizontal videolar bunaqa bo'ladi. Bu yerda dandik zvuk turibdi. Ovozi chastotasi. Agar sizlar ovoz bo'yicha ishlamoqchi bo'lsalaring, ovozda 48000 Hz turibdi paytda. Instagramda, TikTokda 41200 Hz shunaqa adashmasam. Buni eksport qilish vaqtida yana bitta boshqa videoda ko'rsataman buni. Atayni полностью podrobno tushuntiraman, chunki hozir aralashib ketyapti bo'lsa. Xo'p, shunaqa qilib o'zlaringga moslab to'g'rilab olsalaring bo'ladi. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Agar savollar tug'iladigan bo'lsa, bemalol o'sha o'zimga murojaat qilishlaring mumkin. Har hafta nima qilamiz, gruppada yozsalaring, xudo xolasa gruppada javob ham beraman. Savollar tug'iladigan bo'lsa, barchaga omad. Kelgusi darsda hamma bilan ko'rishguncha.